Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni davom ettiramiz jahon tarixi fanidan. Bugungi ma'ruzamizda e, Rim imperiyasini davomli mavzusi davom etadi. Demak, ilk Rim Respublikasi degan mavzuda gaplashamiz. Rejalarimiz miloddan avvalgi 8-7 asrlarda Italiyada ilk huquqdorlik jamiyati haqida bo'ladi birinchisi. Ikkinchi rejamiz Italiya janubida va Sitsiliya orolidagi Yunon polislari haqida. Uchinchi rejamizda patritsiylar hamda plebeylar, klientlar, patronlar haqida ma'lumot beramiz. Podshoh hokimiyatining yemirilishi, Rim Respublikasining o'rnatilishi, plebey patritsiylar o'rtasidagi kurash sabablari, asosiy bosqichlar natijalari hamda Rimdagi madaniyatlarga ham to'xtalishga harakat qilib ko'ramiz. Qolaversa, etruslar jamiyati Rim shahrining vujudga kelish tarixi bo'yicha patritsiya va plebeylarning kurashi, Rim Respublikasining o'rnatilishi kabi ma'lumotlar uyg'un holatda o'rgatilinadi. Umuman o'tgangi darslarimizda ma'lum ediki, Yunonistondan tashqari Rimga kirgan bo'lsak, Rim tarixining demak geografik joylashuvi, iqlim, mo'tadil iqlimi, hududi va hokazo ular xususida to'xtalgandik. Endi bevosita Rimning ijtimoiy turmushiga sekin nazar solishni boshlaymiz. Apennin yarim orolining tabiiy iqlimi qulay bo'lgan, dengiz kasbkorligi ham rivojlangan joylarda miloddan avvalgi 1-ming yillik boshlaridan boshlab sinfiy jamiyat alomatlari yuzaga kelishni boshlardi. Italiyaning g'arbiy qismida yashagan qadimgi etrusklar xo'jalik sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishib, dastlabki davlat tuzgan xalqlardan biri sifatida Rim tarixida eslanadi. Qadimgi rimliklar ularni, demak, qarang, e'tibor bering, rimliklarni o'zi etrusklarni tusklar nomi bilan, yunonlar esa tirenlar, o'zlari esa o'zlarini rassenlar deb nomlashgan. Demak, qaytaraman, qadimgi Rim aholisi ko'chib kelgan va Italiyaning demak g'arbida yashayotgan o'sha etrusklarni mahalliy rimliklar tusklar degan, yunonlar esa ularni tirenlar degan, etrusklar o'zlarini o'zlari rassenlar degan nom bilan aytishgan. Miloddan avvalgi 8-6 asrlarda etrusklar Padus yoki Po daryosining quyi oqimi bilan Sibir daryosi oralig'idagi yerlarda yashashni davom ettirishgan. Etrusklar uchraydigan vaqtlarda demak, Iova, Kortika orolining sharqiy sohillarini va kompaniyaning bir qismini ham bosib olishgan. Etrusklarning kelib chiqishi qadim zamonlarda olimlar diqqatini o'ziga tortgan. O'sha davrning ko'p olimlari etrusklarning ota-bobolari Apennin yarim oroliga Yugoslaviyaning g'arbiy qismidan ko'chib kelgan degan nazariyani berishadi, frazani berishadi. Olimlarning boshqa bir guruhi esa ularning Italiyaning azaliy tub sakson aholisi bo'lganini aytyapti. Arxeolog va tilshunos olimlarning ma'lumotlariga qaraganda, ular Italiyaga miloddan avvalgi 2-ming yillik oxiri 1-ming yillikning boshlarida ko'chib kelgan bo'lishligi ehtimoli bor. Miloddan avvalgi 8-asrda etrusklar Shimoliy va O'rta Italiyaning katta qismida tarqalib yashashgan. Etrusklar mirishkor dehqonlar bo'lishgan. Ular Italiyada birinchi bo'lib sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik bilan shug'ullangan xalq. Ular bug'doyni, arpani, loviyani, uzumni ekishgan. Ulardan yuqori hosil olib, chunki Italiyada daryolar juda ko'p edi, tuproq ham unumdor bo'lgan. Umuman chorvachilik, nafaqat chorvachilik, hunarmandchilik, balki dehqonchilik ham yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lgan. Mahalliy tub aholi dehqonchilikni, sir-sinoatlarini yaxshi bilgan. U yerda kanob, o'simlik yetishtirish uchun shart-sharoit ham yaxshi bo'lgan. Etruslar kanobdan mato to'qishgan. Bu matolardan kemalarga yelkan pardalarini tikishgan. Yomg'ir, quyosh nurlaridan kishini muhofaza qiladigan soyabonlarni rimliklar ixtiro qilgan. Aynan bugungi zamonaviy bizni iste'molimizni zo'nchik tariqasida iste'molga kirib ulgurgan o'sha soyabonlarni ixtirochilari aynan rimliklar hisoblangan. Kanobdan to'qilgan matolar yozuv vositasi sifatida ham foydalanilgan. Kitob varaqalarini ham kanob matosidan ishlashgan. Etrusklar chorvachilik bilan qizg'in shug'ullangan. Ular asosan qoramol, qo'y, cho'chqa boqishgan. Etrusklar yilqichilik bilan ham shug'ullanishgan, zotdor otlari bo'lgan. Muqaddas hayvon deb bilishgan otlarni. Sharqda bo'lgani kabi otdan faqat harbiy maqsadlarda foydalanilgan. Xo'jalikning rivojlanishi, mulkiy tengsizlik kabi tabaqalar ilk shahar davlatlarining qaror topishiga olib kelgan. Etrusklarda mis, jez hamda temir bilan bog'liq hunarmandchilik juda rivojlangan edi. Ustalar temirdan turli mehnat, uy-ro'zg'or buyumlarini yasashardi. Ustalar askarlar uchun turli qurol-yarog'lar, dubulg'a, zirh, ot anjomlari hamda boshqa narsalarni ham ishlab
Demak, manufakturaning rivojiga hissa qo'shishadi. Etruslar jamiyati quldorlik jamiyati bo'lgan. Ular qolaversa, ko'p shaharlarni dengiz buyumlarida bunyod qilishgan. Dengiz bo'ylarida, demak, port shaharlar sifatida miloddan avvalgi 6-asr oxirlaridan boshlab shimoldan Gal qabilalarining, janubdan esa Yunonlar etruslar yuzlariga bostirib kirish natijasida o'zaro assimilyatsiya jarayonlar kuchayadi. Miloddan avvalgi 5-asr oxiri, 4-asr boshlarida Gal qabilalari Apennin yarim orolning markaziy viloyatlarigacha kirib kelib, ko'p shaharlarni vayron qilishgan. Miloddan avvalgi 524-yilda demak, ko'p shahar Tirani Aristodem kishilarni etrusklarni tor-mor qilishgacha olib borgan. Bir qancha vaqtdan keyin Aristodem qo'shinlari Latsiyadagi Aritsiya yonidagi jangda etruslarni yana mag'lubiyatga uchrata olgan. Shunday qilib, shimoldan Gal, janubdan Yunonlarning hujumlari, Italiya chaqalardagi qo'zg'olonlar natijasida etrus jamiyati kuchsizlanishni boshlaydi. Ular sivilizatsiyalashgan siyosiy mustaqillikdan mahrum bo'lgach, asta-sekin Italiya aholisi bilan qo'shilib, ularga singib ketishadi.